Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi kamin pechkamiz ikkita xonani o'rtasiga, 3,5 ga 5 xonani, 3,5 ga 4,5 xona, bittasi 3,5 ga 5 xonani ikkitasiga o'rnatib yoqildi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, vodiy bo'ylab xizmatlar bor. Pechka 1.5lik, mana yoqib sinadik. U tutun qaytarmaydi, shamol kelsa ham tutun qaytarmaydi, xudo xolasa. Xizmatlar vodiy bo'ylab aloqaga chiqaverasizlar. Sarlavhada nomerlar qoldiramiz. Ikkita xonani o'rtasiga listi to'rlik bo'ladi, mana. List to'rlik qalinligi. Gazga xizmat bo'lsa aloqaga chiqaverasiz. Vodiy bo'ylab xizmatlar bor. Mo'ra zigzag